Bir kun bitta подписчицam yozib kelmanda hech qachon kotletlarim o'xshamaydi. Yoyilib ketadi, formasini ushlamaydi. Qizilmanam osmondan tushmaganmi yoki onam qornlaridan bilib tug'ilmaganmi? Manam rosa quvonla tushirganman, kuydirib qo'yganman, yoyilib ketgan o'xshamagan. Ayniqsa yangi kelin bo'lgan paytlarim. Demoqchimanki, hammamiz odammiz, hammada bo'lib turadi menda ham. O'shaning uchun qo'rqmay, nafaqat kotlet, balki boshqa narsalarni ham sekin praktika bilan o'rganib olasizlar. Ko'p quvursanglar. Xullas ko'p gapirdim, tezgina ujinga kotletlarni qilib olib, pishirgim keldi. Korzinka ko'ydan tezgina kerakli narsalarni aytib yubordim. Oldingi bizani joni qattiq ota-onalarimiz tellab pishib soatlar bozorlarga tushishardi. Allohimga shukr, zo'r zamonda yashayapmiz. Tezgina narsalarni aytib yuboramiz. Bir soatga yetkazib berishadi. Endi hamma narsa aksiyada. Xullas narsalarni aytib, mana tez oshirma xamir qoldim. Oshib chiqqandan keyin xamir ikkiga bo'lib oldim. Bittasidan sinabon tayladim. Bittasidan o'qish paytlari staloyda maza qilib yeydigan serdechkalar tayladim. Yog'larini surib, shakarlarni sepib, o'rab oldim. Shu oshirma xamiram zo'rda millionta narsa pishirib tashlasa bo'ladi bitta xamirdan. Piroshka, buchka, sinabon, serdechka, pitsa rastigali, вообще ming xil nachinkali har xil buch qilib pishirsa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, kotlet hech o'xshamaydigan o'rtog'inglarga yuboringlar.